Hello hammaga bolalar, sizlar bilan Rekober. Hello motherfucker. Biz o'tgan videoda challenge bajarishni ichib qo'ydik. Bugun shuni ikkinchi epizodini olamiz. Let's go. O'tgan videodagi o'sha bratimni yana boshlarini qo'yaman. Qani, undan oldin bizga blok kerak. Blok qo'yamiz va blok olmanmi? Blok oldim. Saklayman, qo'yaman. Kallasini. Qochib sirasi qo'yib sirasi qochamiz, chunki portlaydi bu siqir. O'tgan videoda totem ishlatib olgan. Nima portlaymi? Bu ana. Ketdi. Bosamiz endi. Oponma. Bu safar qocha olmaysan, chunki devor bedrockdan. Yoki tun qo'riqchisi menga bu challenge beruvdi. Kuchukcha tun qo'riqchisi degan bratimiz devor bedrockdan qilindilar. Bedrockdan qilib ko'rdim. Rostdan ham sindira olmayapti. Nima qilib? Ko'k ketdi bu? Shunaqa zarbalar bor ekanda. Yaxshimiz. Bugun e'tibor bergan bo'lsanglar, men Nezeritdan qurollanganman. O'tgan videodan ko'ra. O'tgan videoda olmosli kiyimlar kiyib oldim. Bu safar full Nezerit. Ayamimiz Wizard. O'lmaydimi bu? Ozgina kuzataylik, bir oxirgi joni qoldi. Nima qiladi endi? Talvasada. Birov talvasada. Qani? Nima qiladi? Okey, chichvording. Nima qiladi? Zarba berib qo'yaveraymi, nima deysizlar? Mayyan. Darajalarni oldik. Xullas do'stlar, biza ikkinchi epizodda maqsadimiz bu challenge yakunlab qo'yish edi. Tun qo'riqchisi, sizga rahmat challenge berganingiz uchun. Agar challenge'lar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Men bu challenge bajaraman. Xayr hammaga.